Hammaga salom. Bu safar tajribamda Bavi tozalash vositasi bo'ldi. O'tgan safar shu tonalni krem teggan futbolkalarimni vanishda yuvib ketqiza olmadim deganimda, ko'pchilik qizlar Bavida yuvib ko'ring deyishgan edi va men ham Bavini sotib oldim. Instruksiyasida yozilganidek 10 daqiqadan 6 soatgacha qaynab turgan issiq suvga ivitib qo'ydim. Stories qo'yganimda qaynatilgan suvga ivitganimni va qanday ko'pirganini ko'rsatmaganim uchun menga noto'g'ri qilibsiz, qaynoq suvga qo'yish kerak edi, ko'pirishi bo'lmagansizda, endi qancha tursa ham foyda qilmaydi deb itishgan edi. Shuning uchun Reelsda hammasini to'g'ri qilganimni to'liq qo'yib ketyapman. Xullas, menikilar qaynab chiqqan suvda 5 soatcha turdi. Orada tekshirib ham turdim. Dog'i ketdimi, yo'qmi deb. Va oxiri Bavi tozalash vositasida ham futbolkamdagi tonalni krem ketmadi. Lekin ayrim qizlarning tajribasiga tayanib etsam, oldin qaysidir tozalash vositasida yuvilgan kiyimlardagi dog'lar keyin Bavida yuvsa ham ketmas ekan. Yana bir tajribaga tayansak, Bavida kiyimlarni gazda qaynatsamgina ketar ekan. Yana bir tajriba esa hammasi kiyim matosiga bog'liq va oxirgi variant eng yaxshisi futbolkalarimni otvorishim kerak ekan. Mana sizlarga yana bitta tajribamdan havola. Men bilan qoling.